Vau, bemalol sotuvga chiqarib, pul ishlasanglar bo'ladigan tvorojnik retsepti. Buning uchun avvalo toza quruq idishimizga tuxumni oqini solib, yaxshilab ko'pirtirib olamiz. Ko'rib turganingizdek qattiq bo'ladi. Endi navbat shakarga. Shakarni hammasini solib yaxshilab mikserlaymiz, toki shakar erigunicha. Shakari eriganini, usti yaltiroq bo'lganidan bilib olamiz. Tuxum sarig'ini solib, lopatka yordamida 1-2 marotaba aralashtiramiz. Unga sodani solamiz. Albatta elangan un bo'lishi kerak va yaxshilab aralashtirib olamiz. Tayyor bo'lgan biskvitimizni qolipga solib 180 gradusga oldindan qizdirilgan pechga jo'natamiz va albatta bu orada cho'g'imlarimizni tozalashga ham ulgurdim. 2 daqiqada Talalux antijirni sepib, tozalab oldim. Qo'lingizga perchatka kiyishni unutmang. Ko'rib turganingizdek effekt zo'r. Endi esa retseptga qaytamiz. Quyiltirilgan sut hamda qaymoqni yaxshilab mikserlab olamiz. Tvorog, qaymoq, moloko, shakarni solib, uni ham взбивать qilib olamiz. Biskvitimizni qolipdan yechib 2 ga teng bo'lamiz. Orasini ko'rdinglarmi? Qanaqa po'rishdi. Morojniy krem, banan, tvorog, krem hamda ikkinchi qavatni ustiga qo'yamiz. Tvorojnigimiz ustini morojniy krem bilan pokritya qilamiz va albatta kokos qirindisini sepib ustiga bezak beramiz. Albatta tayyorlab ko'ring, bir marotabadayoq o'xshab chiqadi.